Dostlar, bir minut vaqtlaringizni alaman. Ko'p odamlar söyleyipdir, sen қазақша söyleydi bilmeysin, o'quvdi bilmeysin, qo'ya qol, arnani qo'ya sal deb. Dostlar, bar narsa birden bo'lmaydi. Bir uy salganda da birden uy bitib ketmaydi. Bar narsa azıntaydan keyin bo'ladi dostlar. Sol uchun qo'ldav kutaman. Bar yaxshi bo'lатын шығар. Ali vaqt oldinda. Bari birinchi қазақша auditoriya bilsin deb harakat etib turman. Sizlardan tek qana qo'ldav, kommentariy yozamiz dostlar, like bosamiz, arnaga tirkelamiz. Осы so'zimga kommentariyada javob kutaman dostlar. Barchaga rahmat. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar men sport kanallari dostlar, videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi janalliqlar tek qana bizda bo'ladi. Annuel Nigamising, Alimxon Ulimay jekpejek men uchun tavakkal. Fransuz bokschisi Annuel Nigamising Qozog'istonlik o'rta salmoqda WBO және IBF tujurimlari bo'yicha Alim chempioni Janibek Alimxon Ulimay titulliq jekpejek uchun qanday mumkinliklardan bas tortgani aytildi deb xabarlaydi. Menda ulkan ustunliklar bo'ldi. Hech kimning atini aytmayman, biroq bu o'ta tanimali yesimdir. Bu shin ma'nida manzilda ustunliklar edi. Biz sol qarshilardan bas tortdik. Ya Alimxon Ulimay jekpejek bu tavakkal. Biroq men eng qiyin chaqiruvni qabuldavim kerak bo'ldi, deb keltiradi Nigamising so'zin sport. Ayta ketaylik, Janibek bilan Annuel arasındagi jekpejek Qozog'istonda o'tadi. Кездесу 2025-yilning 5-savrida ел Astonasi Astana qalasida uyushtiriladi. Bu ayqasda WBO және IBF chempionlik belbevlari sarapqa solinadi. Ne bo'lsa da biz 5-savr Janibekning chempion bo'lishini tilab qolатын bo'lamiz. Sodan keyin Hamza Shiraz bilan judoqtasini tilab qolатын bo'lamiz. Chempion kim ekanini dalillab qo'yish kerak WBO, WBS tujurimlari bo'yicha. Sizlar men sport kanallari bo'ldi. Arnaga tirkelib, videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi janalliqlar tek qana bizda bo'ladi.